Assalomu alaykum. Hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib bo'layotgan aka-uka, do'st birodarlarimiz. Akalar, xudo xolasa 100 talik qoni tozasidan so'ragan aka-ukalarimiz uchun bugungi videoni chiqaramiz aka-ukalar. Videodan like bosib kelsang, xudo xolasa bugun sizlar uchun zo'rlar va sifatlilarni endi aka-ukalar. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Gulqishloq qishlog'ida turibmiz. Bugun hafta kuniga dushanba akalar 15-iyun kunida ko'rishib turibmiz. Xohlasa bugun YouTube tarmog'imizda akalar o'zimizning kanalimizga mashnaqa zo'r va sifatlilardan chiqarishga harakat qilamiz. Yana bola so'ragan aka-ukalarimiz uchun bugungi videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Like bosib aylanmasdan xohlasa arzondan chiqarishga harakat qilamiz. O'sha Ilyor bekani xonadonida. YouTube tarmog'ida mashhur bo'lgan. Azamat Uz kanalining obunachilari, yaxshimisizlar? Azamat nimaga? Tinch aka. Xohlasa toza astriski semental. Bolasi buqa. Xohlasa bolayam pachka, enayam pachka. Ana bu yerda bag'da buqachalarimiz bor. Aha. Xohlasa buni ma'lumoti yedish sog'liq salomatligiga 7 kun, oxiriga ham 7 kun. Dastlabkamiz vodiy bo'ylab tekin O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz, kelishilgan holda. Kelishilgan holda aka, xudo xolasa. Molimiz birinchi tumsa, 4 kurak. Bola tagida yurgan, sog'ilmagan azamat. Sog'ishga o'zlari o'rgatib olishadi yoki apparatda sog'ishadi. Bo'ldi aka. O'ta pachka. Aka, bitta savolda. Bitta obunachimiz so'rab, bolasini olaman deysa, sotaverasizmi? Azamat, enani ham sotaveraman, bolani ham sotaveraman. Alohida. Menga bu buqacha katta bo'lib qolibdi-da o'zi. Ha, u enani egasi aytishi bo'yicha 1 oylik qo'ygan, urib qo'yib qo'ygan. Aha. U ag'i Xudodan olgan omag'anligi. Lekin egasi garantiya berdi, uka 1 oylik urib qo'yib qo'yganman sementalni deb. Xudo xolasa ag'i o'zlaridan peshana. Peshana xudo xolasa. Xudo xolasa molni kilasi ham hamma yo'q aytaveradi. Buzildi qarab pachkalagan. Zot qanaqa aka buni? Zot toza astriski semental. Avtoriskiy semental. Garantiya zotiga, qoniga 1 yildan keyin garantiya beraveraman. Mo'g'araylar aka-ukalar. O'tda ko'chada bo'ja. Bola ham tabiiy to'qo. Karobkasini qarayman aka-ukalar. Xudo xolasa. 25 million, 30 milliongacha sotishyapti mana shu ko'chat buqachalar akalar. Ko'ringlar buni sifatini. Kechagini sotib Samarqandga 30 million 500 mingga mana shunday. 30 million 500 ming Samarqandga sotishdim aka mana shu zo'rini xudo xolasa. Xudo xolasa bolasini ham sotaveramiz. Avvalo narxini eshitib, ena bola olishadi buni. Aha. Enasini maddenni birinchi enasini sotamiz. Keyin bolasini sotamiz. Ya bolasini sotsak, enasini sotamiz. Ana shunday imkon qadar bir joyga ena bola sotamiz. Aka-ukalar, nima desa bo'ladi? Ena ham unaqa mesela og'riq tirg'i boshqa narsa emas. Mana et ko'ringlar-da, et. O'zi ham 400 kilo, 450 kilo salkam. Et ko'ringlar, xudo xolasa. Aka-ukalar, bo'g'oz chiqib qolsa, yutuqlaring xudo xolasa. Ha, bo'lmasa qisir chiqib qolsa ham bitta buqa qo'yib qo'yishadi sementalda. Qo'yib qo'yasizlar aka-ukalar, xudo xolasa, zotiga. Endi azamat buni qancha suti bor degan odamga qancha suti borligini bilmayman. Meni uyimda mol sog'lig'i yo'q. Bola emi yuribdi. Apparatda sog'lig'i uchun mol qo'lda sog'dirmayapti. Aha. Bola emi yuribdi, eyda ham emi yurgan. Xudo xolasa molda 10 tadan kam emas suti. Nimagaki mana buzuq 5-6 litr sutga to'yadigan buzuq emas. Aha. 10 taga ham to'yib qo'ymaydi bu buzuq. Aka-ukalar mana buzuqni ko'rib turibsizlar. Sotsa, mana shu enasini 55 million 60 million sotyapti. Xunojinni. Aha. Kamida 45 million sotyapti. Uka telefon odamga 32,5 million so'm enasini o'tib beraman. 32,5 million so'mga sunnatiga ozgina o'taman. Ozgina o'tasiz. 40 million, 45 million deyishni keragi yo'q. Vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin. Ena bola men oldim degan odamga 52 millionga o'tib beraman. 52 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi jidaki ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mon qaranglar. Sunnatiga o'taman. Xudo xolasa akalar, narx arzon bo'ldi. Aloqaga chiqinglar. Bolasi 50 millionlar bu qoldi. Bolasini o'ziga bitta narx aytaylik. 23 million so'm. 23 million so'mga sunnatiga o'tib beraman. O'tib berishadi aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar bolasini o'ziga. Taxminan akalar 1 metr ag'bag'idagi buqachada, xudo xolasa. 1 plus minus xudo xolasa. Aka-ukalar ko'ringlar. Xo'p. Sifatiga, sortiga buni pul beraverasizlar aka-ukalar. Mana. Xo'p. Enasini qancha dedik aka? Enasini 32 million so'mga sunnatiga o'taman. Endi hisob-kitob ko'ringlar, akalar. Xunojinni ham mana shuni kichkina xunojinni ham 35 million sotilyapti. Aha. Bunaqasini olinglar, maza qilinglar. Adib ham chiroymaydi. 55 million, 60 million, 65 million narx qo'yib chiqaryapti. 32 million so'mga
ko'p emas, yengil savdo sunnati uchun sunnatiga o'tamiz azana. Enani bo'ylari 1.25 ga olishaversin, xotirjam. Ukalar 1.25 ga dog'alab solaverasizlar. Mensa bo'ladi. Sizlarga ochiqona maslahat ena bola olib qo'ydi. Qo'g'oq chiqsa 3 ta bo'ladi mollar. 3 ta. Realni o'lchab beraymi? Hali 1.25 ga olaveringlar dedi, bo'yini ichiydim degan odamga 1.27 kelyapti, 1.25 plyusga olinglar. 25 plyus akalar. Mana, xudo xolasa. Endi buqachalarimiz azana. Hop, buqachalar ham akalar, bu qator o'zimiz Mesni buqachalardan. Mesni mollar, Bir qator narxlar. Namanganning mollari ham. Bo'ylari targ'il, mol olsang targ'il ol, targ'il olmasang tanlab ol degan. Orqalarini mana shu bizni ko'rsatib qo'yamiz azana. Xudo xolasa. Ko'rsating aka, xudo xolasa. Hali osib netib, banda chiqazgan yo'qmiz. Boricha. Xola kunni turibdi aka, xudo xolasa mollar. Mana 5 tasini bir joyga qo'yib beramiz. Bizda qara. Biri 5 dan, biri 10 plyusgacha. Estonda qara. 1.5 dan 1.10 plyusgacha akalar ko'ringlar. Mesni bu qolaman, pul arzonini olaman. Namanganda kindigi nima bo'lar, akalar? Aha. Xudo xolasa. Mana. 10 ko'ringlar akalar. Qon qismlari ham dangillab yotib bu qochalar. Allohning qattiq zamondan to ko'kutgacha garantiyasi. Ko'kutgancha garantiyalari bor ekan. Elar ekan. Umuman muammo. Elar ekan bizni kanalda yangi emas ekan, o'zlaringiz bilasizlar. Qora Taysonda qara. Mana orqalarini. Ko'ringlar buni. Yejish salomatiga bir hafta garantiyasi bor, xudo Ko'p xolasa. vod yejish sog'liq salomatligiga 10 kun ham beraveradi. Mana Chatag'i yo'q, molda qara, g'ubori yo'q. tim qorasini olaman degan o'zgalarimiz uchun xudo xolasa sizlar aloqaga chiqaverasizlar boshqa zo'rlarni. Mana uchinchisi, mana to'rtinchisi. To'rtinchisi aka bu. Qashqa, Oqbosh. To'rtinchisi, xudo xolasa hammasini bo'yi o'zi pashti nimasi bo'ladi. Teng, avvaliga. Biri 10 oshiq, eng kichkinasi ham 1.5 plyus kelaveradi. To'rttasini akalar olib qo'ysalar, Mana bu to'rtinchisi. bular orqa qismlari ham bitta e'tibor berasizlar bu qochani xudo xolasa. Masalan, hammasini orqasiga e'tibor beradi. Tekis tek. O'ta zo'r mol. O'ta go'zal mollar ekan, xudo xolasa. Mana. Qarazaman. Tuyoqlarini qaranglar, tuyoqlarini. Tuyog'i o'sgan, aytib ko'tib bug'uzi bo'lsa menga tan. To'rtta bo'ldi aka. Mana Hop, 5-chi. Beshinchisi bu. Mana buni ham orqa korobkasini qara. O'ta butun. Mana akalar, hammasi dala bor, nasa bo'ladi. Sababini qiladigan mollar ekan, xudo xolasa. Dalani buzoqlari. Buzoqlar orqasini qarang. O'ta zo'r. Bunisi Bir o'n plyus. plyus ekan, akalar. Ikkitasi 1.10 plyus. Hop, aka. Ikkitasi 1.10 atrofida. Gapiring, 5tasi. Beshalasi bir joyga 15,5 million so'mdan o'ta beraman. 15,5 million Ha, so'mdan xayri bor aka. 17,5 18 million deyishdi kerak yo'q. Mollar tayini arzon, yengil 15,5 milliondan bir joyga kamiga xayriga o'tamiz. Donalab olsin 15 million 500 mingdan tanlab olsin yoqqan mol. Akalar narx arzon bo'ldi. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, 1.10 masalan, quruq mollar emasda akalar. 15,5 million so'mdan sizlarga biz o'lchani puldan narx qilib qo'yishdi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zlari xohlasalar zot olinglar, xohlasalar mesni qoladi. Xudo xolasa akalar narxni o'ta arzon qo'yib berishdi. Aloqaga chiqsa aka chiroyli qilib obunachilarga Yetkazib beramiz. yetkazib berasiz, xudo xolasa. Akalar e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Bittadan like bosib, obuna bo'lib ketinglar, xudo xolasa.